O'quv markazi ochish uchun millionlab pul kerak deb o'ylaysizmi? Aslida unaqa emas. Keling bugun kichkina o'quv markazini ochish necha pulga tushishini ko'rib chiqamiz. Unda ikkita xona va bitta kurs bor. Keling hisoblashni boshlaymiz. Sizga oylik ijara $300 dan $600 gacha yoki $500 atrofida bo'lishi mumkin. Parta, doska yoki proyektor o'rtachasiga $2000-3000 gacha aylanadi. Dastur, materiallar o'rtacha $300 dan $500 gacha metaxizlar sizga tayyorlab berishadi. Marketing, SMM, bannerlar uchun esa oyiga $500 dan $700 gacha sarf qilishingiz mumkin. Umumiy hisoblaganimizda boshlanishiga $5000 dan $6000 gacha xarajatingiz bor degan. Bitta guruhda o'rtacha 10 tadan 15 tagacha o'quvchi o'qiydi. Har bitta o'quvchi oyiga o'rtacha $50 dan $70 gacha sizga to'lov qiladi. O'shanda siz bemalol oyiga $1000 dan $1500 gacha tushum topishingiz mumkin. Ya'ni umumiy aylanmangiz shuncha summa bo'ladi. Endi xarajatlarni chiqarib tashlaganda 3-6 oyda siz qilgan investitsiyani bemalol oqlashingiz mumkin bo'ladi. Bu biznesda eng qimmat narsa bino emas. Bu yerda eng qimmat narsa bilim, jamoa hamda tizim. Investorlar o'quv markazlarini barqaror o'sadigan zo'r biznes sifatida ko'rishadi. Agar sizga ham shunaqa loyihalarni hisob-kitob qilish kerak bo'lsa yoki shu sohaga qiziqsangiz bizga obuna bo'ling.